Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, internet olamidagi meni podpischiklarim, meni kuzatib boruvchilarim, sog' omonmisizlar? Men yana internet olamiga qaytdim. Men sizlar bilan birga. Men hozir kunda yangi bir ixtiro bilan qaytdim. Ixtiroim juda ko'p yillar sinovlardan o'tib kelgan shu damlamamni sizlarga tavsiya etaman. Jigar kasalliklari bilan, jigar qotishi, jigardagi barcha problemalarni o'sha yechadigan yechim topildi. Shu yechadigan yechimlardan biri mana shu damlama. Bemalol mana shu jigar kasali bilan og'rigan bemorlarimiz jigar kasalliklarining barcha turlarini mana shu damlama orqali davolaymiz. Bizga murojaat qiling, albatta sizga yordam beramiz. Bu damlama tabiiy o'simliklardan qilingan damlama. Jigar kasalliklari uchun tavsiya etaman. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin.